O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari va ularga qurib olingan binolarga kadastr hujjatlarini berish boshlanganligi haqidagi xabarlar qanchalik asosli? Ushbu jarayon qay tartibda amalga oshiriladi va qanday murojaat qilish kerak? Ushbu savollarga javob olish maqsadida telefon orqali mas'ul mutaxassis bilan bog'landik. 2024-yilda davlatimiz rahbari tomonidan 937-sonli qonun o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun imzolangan edi. Aynan mana shu qonun bo'yicha butun respublikamiz bo'ylab xatlov ishlari amalga oshirilyapti. Buning uchun 4000 dan ortiq kadastr xodimlari jalb qilingan. Va albatta mana shu xatlov natijalari kiritib boriladigan barcha davlat idoralari integratsiya qilingan yagona platforma e'tirof.kadastr.uz platformasi ham aynan kadastr agentligi tomonidan ishlab chiqildi va bunga o'sha har bir xatlov natijalari kiritib borilyapti. Quvonarli holat, dastlabki ijobiy natijalar e'lon qilindi. Buxoro viloyati Jondor tumanidagi 5 nafar yurtdoshlarimizni o'sha huquqlari e'tirof etildi. Qolaversa boshqa yurtdoshlarimiz ham agar ularning mahallasida xatlov ishlari o'tkazilgan bo'lsa, e'tirof.kadastr.uz saytiga kirib bemalol jarayonlarni kuzatib borishlari mumkin. Nechta davlat idorasi xulosa berish kerak bo'lsa, qaysi davlat idorasi salbiy, qaysi davlat idorasi ijobiy xulosa berganligini va ochiq xaritadan yer maydonlarini, chegaralarini ko'rish mumkin, unga aniqlik kiritish mumkin va qolaversa e'tirozlari bo'ladigan bo'lsa, tizimga kirib ro'yxatdan o'tgan holda yoki elektron kalit orqali bemalol uni ham qoldirishlari mumkin bo'ladi. Shunaqangi bu ochiq platforma bo'ladi. Sizga foydali va qiziq bo'lgan shu kabi xabarlarni Yuzus saytida kuzatib boring.